Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, obunachilar. Mana bugun 15-may 2025-yil Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'ida tut qoqish ishlari bilan video qilyapman. Mana shu tutni 2010-yili ekkanman. Mana 15 yil bo'ldi. Xudo xolasa bir 12 yillardan beri meva beryapti. Har yili mana shu bo'z solib qoqib olamiz hamda oilani ta'minlaydi tut bilan. Shu oqqan shakarni o'rnini bosadigan meva bu. Juda ham shirin. 45 kun davomida pishadi. Bir pishishni boshlaganda keyin 45 kun davomida tugaydi. Har kunligini kunda qoqib oladi. Mana shu tut bir oq, juda ham shirin tut. Endi qora navlari ham bor. Shot tut ekib qo'yganmiz mana yoniga. Buni ko'paytiryapmiz, bu oq tutni, shot tutni ko'paytiryapmiz. Mana mahallalarimizda bir tomonga ham, bu tomonga ham o'sha ekadigan joyi bo'lsa, joyiga ekib boryapmiz. Xudo xolasa bu tut oldin dalalarda tut ko'p bo'lardi. Borib dalalardan tut yeb kelaverardik. Juda tut qo'tonlar, katta tutlar bor edi. O'sha qurt boqqan odam o'sha meva qilib turgan tutni kesmasdan qoldirib qo'yar edi. Shunda tutlarni yeb hamma o'sha dalada zor joylar bor bo'lar edi, mevalar ko'p bo'lar edi. Endi hozirgi paytda dalalarda tutlar ham kamayib ketdi. Endi bunaqa mevali tutlarni xo'jaliklarga ekishyapti. Ayniqsa Toshkent, Samarqand viloyatlarida juda ko'p ekishar ekan. Mevali tutni o'sha buni dorivorligini, shifobaxshligini bilib odamlar ekishib iste'mol qilishar ekan. Hamda quritib qo'yishar ekan qishga, yaxshi qurir ekan. Shuning uchun mana shu tutni ekkandan keyin bunaqa bo'z olib, bo'zni solib qo'yib, kunda silkib olsa, oilaga, qo'ni-qo'shnilarga hamda shu yaqin qarindoshlarga tutlardan ulashib mana shu tansiq meva sifatida berish mumkin. Chunki hozirgi paytda endi rosa ko'paygan yo'q bu tut. Xudo xolasa ko'chatlarni qilib qo'ydim. Agar payvandga berish kerak bo'lsa, payvandga beraveraman. Murojaat qilishsa, albatta payvandga beramiz. Bu tutni ko'paytirish kerak, chunki vitaminda bolajonlar uchun, ayniqsa keksa odamlar uchun, hamma uchun juda yaxshi meva. Immunitetini ko'taradi hamda qandaydirki bir to'yimlilik jihati ham bor, odamni kuch-quvvatga to'ldiradi. Shuni mana shu tutdan agar kim ular berish kerak, payvandga berish kerak bo'lsa, aytishaveradi. Ko'chatidan kerak bo'lsa, ko'chatini qilyapmiz. Mana tutsayli ham qilamiz deyapmiz. Xudo xolasa tutsayli ham qilamiz.
Ana hurmatli o'rtoqlar, bomdod namoziga azon chaqirib qoldi. Mana ertalabda butun oilaga, nevaralarga hamda o'zimizga, katta yoshlarga mana nonushtalik tayyor. Ertalabda shakar, oqqand bilan nonushta qilmasdan mana tut bilan nonushta qilinadi. Shu 45 kungacha shu pishadigan tut. Agar kimga kerak bo'lsa, telefon qilishaveradi. Ko'chati bor, payvand qilib beraveramiz. Xudo xolasa tut saylini ham bir olamiz, chiqaramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu bilan endi mana bomdod namoziga tayyorgarlik, azon chaqiryapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.